Assalomu alaykum, MedNews loyihasining YouTube va Instagramdagi aksariyat kuzatuvchilari. Xabaringiz bor, Instagram va YouTube'da yangi loyiha boshlaganmiz. Tibbiyot sohasi vakillarining tajribalarini, orttirgan bilim va ko'nikmalarini, foydali tavsiyalarini ushbu kanalimizda doimiy tarzda ulashib borishga yo'l qo'yganmiz. Ushbu loyihada nima maqsad qo'yganmiz? Ushbu loyihadan maqsad vodiydagi eng topchili mutaxassislarimiz bor. Ko'pchilik eng zo'r mutaxassis, eng zo'r tibbiyot mutaxassisi deganda ijtimoiy tarmoqda zo'r vayn qiladigan, zo'r hayp qiladigan doktorlar, shifokorlarni ko'rsa, yo'q. Shunaqa zo'r mutaxassislarimiz bor. Shunaqa sohani professor, doktorlari bor. Lekin ular ijtimoiy tarmoqqa hali kirishmagan. Ularning vaqtlari ham bo'lmayapti. Lekin o'sha insonlarni ham ijtimoiy tarmoqqa, mediaga, ommaga olib chiqishdi, ularning tajribalarini, ulardagi bor imkoniyatlarini, potensiallarini va natijalarini olib chiqishdi maqsad qilganmiz. Albatta ushbu yo'limizda sizlar ham qo'llab-quvvatlab, yelkadosh bo'lib, hamisha bizni like, kommentariya, obuna bo'lish orqali bizni qo'llab-quvvatlab turadigan bo'lsangiz, albatta biz sizlar uchun kerakli, foydali, sog'likka, salomatlikka oid foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. Xo'p, nima uchun ushbu MedNews loyihamizni kuzatib borishingiz kerak? Ko'pchilik yurtdoshlarimiz aynan hozirgi paytda tibbiyot mutaxassislariga emas, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi tabiblarga, soxta tabiblarga aldanib, ishonib, kerak bo'lsa Toshkentdan viloyatga, hattoki Qo'qongagacha oqtarib kelishlar holatlari, hattoki o'chirtlar bo'lib ketish holatlari kuzatilmoqda. Vaholanki, bu yerda nima bo'lyapti degan bo'lsangiz, ko'proq ijtimoiy tarmoqda nima bo'lyapti, qayerdan keldingiz degan gaplar bilan ham davolab, boshqa qilib pulini va vaqtini olishyapti. Vaholanki, bu yerda yillar davomida tibbiyot sohasi bo'yicha o'qib, o'rganib, tajriba qilib, o'zida ishlagan insonlar bir chetda qolib, tanilmay qolish ehtimoli bo'lib qolyapti. Ana shu insonlarning haqiqatan tajribalarini, qaysi soha bo'yicha mutaxassis va sizga qanaqa soha bo'yicha, qanaqa yo'nalish bo'yicha muammongizga yechim bera oladi. Aynan ularning klinikalari, tajribalari bo'yicha, foydali maslahatlari bo'yicha sizlarga ushbu loyihamiz davomida foydali ma'lumotlar berib boramiz. Shuning uchun sahifamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun va qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib, kommentariyada izohlarni yozib qoldiring. Biz sizdan qanaqadir pul talab qilmayapmiz. Qanaqadir misol uchun moddiy yordam bering demayapmiz. Faqatgina ushbu loyihamizni ko'pchilikka manfaatli bo'lishi uchun qo'llab-quvvatlang va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tibor uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.